O'yinda Space jamoasi ham Englify jamoasi ham hujumkor taktikada harakat qilganini aytib o'tdim. Hozir Space jamoasi joylashuviga e'tibor qaratamiz. O'ng qanotni ta'kidlab o'tgandim. Bobur Mirzayevga e'tibor qaratsangiz, Bobur Mirzayev aslida hujumkor zonasida o'ynadi. Ya'ni 9lik zonasida ko'rinish berdi. Intervyuda ham so'raganimizda u aytdiki, o'ng qanotda 2 xil zonada o'ynashga harakat qildim. Ya'ni mana bu zonaga chiqib borgan bo'lsa, Bobur Mirzayev o'yinning bir qismida va hujumga o'tish qismida u ikkinchi fazada ko'rinish berdi va u jamoa sardori sifatida hal qiluvchi zarbalarni darvozaga yo'llashga harakat qildi. Boshqa o'yinlarda o'zi bastonda hujumda o'ynayman. Bu o'yinda как kraydan o'ynaydigan bo'ldik, zashtiga ham, bokovoy o'yinchi bo'ldim, zashtiga ham, napajeniga ham javob beradi. Ya'ni ikkita zonada ham o'tib o'yna oldik. Qiyin bo'lar ekan. Ikkita zonaga ham javob berish, ozgina charchab qoldik. Bobur Mirzayevga yordam berish vazifasini bajargan, tayanch zonasida videoda boshida ta'kidlaganimdek driblinglarni ishga solgan Anasxon Abdulazizov markazdan o'rin oldi. Nega grafik ko'rinishda markazni tanlandi Abdulazizovga desak, qanot vakillari albatta lateral ko'rinishda harakat qilishdi. Ayniqsa o'ng qanotda Parpiyev oldinga borib harakat qilgan bo'lsa, o'ng qanotda bu vaziyatda xuddi shu ko'rinish oldi. Chap qanotda ham Habiyevni o'yini. Habiyev va Parpiyev oldinga chiqqan payti ular uchlik hosil qilishdi va Abdulazizov bemalol ortga qaytib hujumga o'tib o'yin ko'rsatdi deyish mumkin. Aynan Anasxonning o'yini ikki qanotni bog'lab berdi markaz bilan. Chunki Habiyev markaz bilan bog'lanib o'ynadi, tayanch zonasiga yaqinlashib o'ynadi va himoyadan hujumga olib chiqib ketishda Anasxon va Habiyevning bog'lamlarini ko'rdik. Asos tarkibda Ibrohim Karimxonovni ham ko'rdik ba'zi paytlarda, ammo Karimxonov nisbatan markazga yaqin, ya'ni ikki markaz himoyachisi bo'ladigan bo'lsa, ularning zonasiga yaqin o'ynadi. Ammo Ulug'bek Parpiyev va Habiyev oldinga borib kelib o'ynashdi. Juda ko'p ikkinchi taymda shu taktika orqali Space hujumga tezkor o'tib ketdi. Aynan Bobur Mirzayevning 3 ta xavfli zarbasi ham mana shu zonadan berilgan. Anasxonning yana bir kuchli qobiliyati bor ekan, dribling ishlatish bo'yicha. U o'zi bilan o'ng qanot himoyachilarini juda chalg'itdi Englifayga qarshi. Chap qanot zonasida borish payti Anasxon juda ko'p marta o'yinchilarni o'zi bilan olib ketdi. Zaxiradan Rajabov maydonga tushdi. Asilbek juda ham himoyada tartibli o'yin ko'rsatdi. To'g'ri, boshqa jamoadoshlari kabi ko'proq vaqt maydonda bo'lmagan bo'lsa ham Asilbek Rajabov xuddi Ibrohim Karimxonov kabi juda ko'p xatolarga yo'l qo'ymagan holda himoyada tozaladi deyishimiz mumkin vaziyatlarni. Isoqov esa darvozada bo'ldi. Statistika ko'rsatmoqda uning unga yaqin dahshatli sevlar ko'rsatganini. To'p bilan zarba bo'ladimi? To'g'ridan to'g'ri zarba. O'yinchi Ismoil Sheraliyev qanotdan xavfli. Yana sev yoziladi Isoqovga. Space taktikasiga bo'lgan yakuniy qarashimiz, demak, Abdulazizov va Mirzayevning hujumdagi bo'sh zonalar yaratishi, o'zi himoyachilar bilan qanotga olib ketishi Abdulazizovni va laterallarning tezkor o'yini Space'ga tezkor qarshi hujumlarga qochishga va uzoq masofalarda zarbaga chiqib borishga harakat qildi. Biz ko'rgan vaziyatlarda Abdulazizov hatto 14-hududga chiqib borib zarba berdi va bu Englifayga yetarlicha xavf tug'dirdi. Endi Englify jamoasining taktik ko'rinishiga o'tamiz. Englify jamoasi esa Space'ning bu taktikasiga qarshi albatta yetarli qarshilik ko'rsatdi, ayniqsa himoyada. Space o'yinchilarini, ayniqsa laterallarni tezkorligini ta'kidlab o'tgan edim, ammo Englify himoyachilari boshqarishdi va aynan boshqaruv zonasida, mana shu ikki qanotdan borish qaytish va markazga yaqinlashish zonasida Sobirov va Sheraliyevning shedevr o'yinlarini ko'rdik. Aynan player of the match bo'lgan Sheraliyevni mana shu zonada harakati o'ng qanot oldi qismigacha bordi va lateral zonasidan yana Sheraliyev bemalol Sobirov bilan almashib ham o'ynadi. Ayniqsa ikkinchi taymda ko'rdik, Sheraliyev va Sobirovning hujumga o'tgan payti, biri hujumga o'tganida ikkinchisi zaxirada qolishi. Aynan Sheraliyev o'tgan payti Sobirov o'tgan payti Sheraliyevni pozitsiyani yopib turganiga guvoh bo'ldik. Bu yerda kalit rolni xuddi Abdulazizov Space'da o'ynagani kabi Jahonali o'ynadi deyishimiz mumkin. Mamatqulov ham zaxirada maydonga qo'shildi albatta, lekin Jahonalini jussasi, fizik imkoniyatlari, tezkorligi, chaqqonligi jamoaga foyda keltirdi. Qanday taraflama? Bekzod Jo'rayev bilan birlashishda, ya'ni Jo'rayev nisbatan ortga qaytib o'ynadi, tayanch zonalariga qaytgan holatini ham ko'rdik birinchi taym boshida. Lekin Jahonali ortga qaytgan payti ikki qanot vakillari tezkorlikka
erishishiga oson bo'ldi. Ya'ni bu yerda xotirjamlik bo'lib turibdi jamoada va ko'rib turibsizki 3-1-1da ya'ni 3 o'yinchi va bitta tayanch yoki bitta hujumchi holatda qoladigan bo'lsa jamoa bu vaziyatda 3 ta o'yinchi hujumkor pozitsiyada o'ynashi mumkin bo'ldi. Aynan Sheraliyev pas berganida birinchi taymdagi vaziyatda gol ura olmadi Ingilifay jamoasi. Juda ham yaxshi vaziyat edi. XG da 0.97 adashmasam statistika bo'yicha. Bu vaziyatda Sheraliyev o'zi 3 ta o'yinchini ortda qoldirdi space'dan va pas yetkazib berdi, ammo jamoadoshi bu vaziyatni golga aylantira olmadi. Bu Jahonalini pozitsiyalardagi chaqqonligi, ya'ni o'z jamoadoshlariga yetkazib berayotgan paslarning aniqligi va ularga pozitsiya ham yetkazib berayotgani sabab bo'ldi. Jahonalini o'rniga Mamadqulov nisbatan markazda almashib harakat qildi. Uning bo'yi jamoani ikkinchi qavatdagi paslarida ustunlik berdi. Ikkinchi taymda ko'rdik, boshida statistika yozuvchilar ham bizga ta'kidlab aytishdiki, burchak zarbalaridagi uzun paslar aynan mana shu Sobirov chiqqan zonada, bu qanotdan beriladigan burchak zarbalari esa Sheraliyev chiqqan zonada juda xavfli ko'rinish oldi. Jamoa taktikada buni reja qilib maydonga tushganmi yoki yo'qmi bilmadim, lekin paslarni space himoyachilari juda ko'p uzoq masofada o'tkazib yuborishdi. Bunga guvoh bo'ldik. Darvozabon juda ham ishonchli harakat qildi. Birinchi o'yinda ham ta'kidlab o'tgan edim. Mayskul darvozaboni o'zining 60-70% o'yinini ko'rsatdi. Uni hali shedevr sevlarini ko'rmadik deb. Aynan bu darvozabonga ham shu tarafni ishlatish mumkin. Chunki ko'plab uzoq masofadan bergan zarbalarni space o'yinchilari bu darvozabon osonlik bilan egallab oldi. Xuddi bu o'yinchida biz Yan Zommer yoki Yan Oblakning harakatlarini kuzatdik. Ya'ni xotirjamlik, ortiqcha emotsiyaga berilmaslik va jamoadoshlariga tezkorlik bilan to'pni yetkazib berish. Jamoalarning taktikalariga bir qo'l nazar solib o'tdik. Va yakunda men ta'kidlab o'taman, bu taktikada ustunlik bergan o'yinchi Bekzod Jo'rayev tahsinga loyiq. Man of the match bizda Sheraliyev bo'lgan bo'lsa-da, xuddi mana shu 3 ta o'yinchi zonasida yordam bergan, jamoasi g'alabasiga katta hissa qo'shgan Bekzod Jo'rayev bo'ldi. Demak, Start Liga obunachilari bugungi ikkinchi videomiz ham yakunlandi. Navbatdagi olovli turlarda sizni kutib qolamiz. Biz bilan qoling. Jafarov Zulfiqor sizlar bilan bo'ldi. Ko'rishguncha.